Yangi flagman qidiryapsiz deb eshitdim. Xiaomi 15 va 15 Pro siz kutgandan ham yaxshiroq chiqdi. Narxi video oxirida hozir obzor qilib beraman. Like bilan podpisatsiyani bosib qo'yinglar, ketdi. Xiaomi 15 da Dimensity 8400 Ultra protsessori, 15 Pro da Dimensity 9400 Plus protsessori o'rnatilgan. Ikkita model ham 50 megapikselli asosiy kameraga ega. Xiaomi 15 da Light Fusion 800 sensori, Pro versiyada esa Light Fusion 900 sensori mavjud. Tunda ham ranglar yanada tiniq, yorug'lik chuqurroq bo'ladi. 15 da oddiy Leica telefoto, Pro da esa Leica 5X Pro telefoto. Uzoqdan olganda ham sifat o'zgarmaydi. Batareya ikkala modelda ham bir xil 5500 mAh. Quvvatlanishga kelsak, Pro versiyada 90 Watt simli, hatto 50 Watt Hypercharge bor. 15 da esa 67 Watt bilan kifoyalanadi. Displeylar bir xil 683 diagonal, 1.5K AMOLED, 120 Hz yangilanish tezligiga ega. Agar sizga ishlashga kuchliroq video montaj yoki o'yinlar uchun smartfon kerak bo'lsa, Xiaomi 15 Pro aynan sizga mos keladi. Agar balansli, energiyasi tejamkor flagman kerak bo'lsa, 15 ideal variant. Videoni saqlab qo'yinglar. Xiaomi 15 ning narxi 5.999 ming so'mdan boshlanadi. 15 Pro ning narxi esa 7.999 ming so'mdan boshlanadi. Videoni yaqinlarga jo'natib qo'ying va sizga qaysi biri yoqdi? Kommentariyada yozib qoldiring.